Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana hozir yana bir mijozga kelgandik. Mana endi vibroshyotka nasibasida ko'rsatib beryapmiz. Mana toza suv quydik. Mana apparatni o'rnatamiz. Mana hozir o'rnatib oldik. Mana buni ishlash qiyin emas. Mana pedalni bosamiz. Ro'li tushadi. O'sha yerda bitta on-off tugmasini bosib turib, vibroshyotka bosamiz bo'ldi. Mana buni o'zi oldinga o'zgartiradi. Qulaylik tomoni mana. Buni o'zi oldinga yuradi. Mashina roliga o'xshab o'ngga chapga qilsa bo'ldi, mana o'zi ketaveradi. Hozir rezultatini ko'rsatamiz. Bu 15 santimetrgacha bo'lgan changlarni bu qoqib tozalab beradi. Bitta vayslar bajaradi. Gilamning tagida changlarni oladi, borsini tepaga ko'tarib beradi, sochga to'playdi, suvga borib tashlaydi. Hozir mana endi rezultatini ko'ramiz. Hozir endi mana rezultatini ko'ramiz. Mana shu bir ozgincha yerda qilganimizdan keyingi holatda rezultat.